Mana siz bolgarskiyni qizartirib sotasizmi yo ko'k holatida sotasizmi? Biz bolgarskiyni ko'k holida sotamiz. Chunki bolgarskiy ko'k holatida sotilinsa, hosildorligi baland bo'ladi. Mana hozir mana shu yetirilgan. Bu hozir pishgani. Mana shunday qilib sotamiz. Agar buni qizartirmoqchi bo'lsak, o'simlik bu qizartirish uchun katta energiya sarflaydi. O'shaning uchun qancha tayinni tersa, bunda tepasi shuncha gullab o'sib ketaveradi. Qizartirish uchun dehqonlarida nevidni. Qancha tez tersa, bu o'sib ketaveradi. Agar buni qizartirishga qo'ysak, to'g'ri qizarib, buni uzmaguncha tepaga bo'lib o'smay turadi. Mana pomidorni ko'k holatida terib olishadi-da, keyin o'sha chet davlatlarga eksport qilingan pomidorlar shu borguncha o'zi qizaradi-yu. Bolgarskiyda ham xuddi shunaqa holat bo'ladimi? Ko'k holatda uzib olingandan keyin qizarishi mumkinmi, yo'qmi? Yo'q, undaqa qizarishdan qiyinroq bolgarskiy. Shu tupida o'tirganda kesin. Tupida turganda yaxshi qizaradi.